Ayolingizga vaqti bilan borib ota-onasini ko'rib, ularni ziyorat qilib, duosini olishga imkoniyat yaratib beringlar. Bu masalada erkaklarga oson, qaysi ma'noda ular yo ota-onasi bilan birga yashaydi, birga turadi, yoki bo'lmasam istalgan paytda, xohlagan paytida borib ota-onasini ko'rishlari mumkin. Lekin bu imkoniyat ayollarda yo'q. Hech kimni ota-onasi dunyoda ustun emas. Ya'ni ularni hech kim dunyoga bog'lab qo'ymagan va ular ham qachondir bu dunyodan o'tishadi. Ayolingizni ota-onasi dunyodan o'tgandan keyin siz ularga 1000 marta sharoit qilib bering, lekin bo'ldi, imkoniyat yo'qda. Ularni tirikligida qadrlashlik kerak. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Afsuslanarli narsa, ba'zan shunaqa narsalar eshitiladi. Erlar, ba'zan qaynonalar ruxsat bermas ekanda, qaynotalar "Yo, bormaysiz" deb ruxsat bermaydi, taqiqlaydi. Kelinga borib ota-onasini ko'rishga. Ayniqsa qiz farzand katta qilayotganlar bu narsa o'z eliga qaytib keladi. Oson emas. Hamma uchun ota-ona juda ham qadrli va aziz insonlar hisoblanadi. Ularni tirikligida qadriga yetadigan bo'lsak, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi, baraka bo'ladi. Ayolingizga vaqti bilan borib ota-onasini ko'rib, ularni